Bir boy odam ketma-ket 3 kun bitta tushni ko'rdi. Tush ko'rganida bir odam kelyapti-da, aytayaptiki, tur o'rningdan. Bir odamga yordam ber. Mana shu tushni 3 kun ketma-ket ko'rganda 3-kun aytdi xayolida. Bo'ldi, men yordam beraman. Kimga yordam berishim kerak? Kimni oldiga boray yordam berish uchun? Men boy odamman haqiqatda. Kimga yordam beray deganda, tur, ulovingni min, otingni min. Oting to'xtagan joyda sen yordam berishliging bo'lgan odam o'sha joyda. Kechqurun 2 kechqurunda turdi. Otini mindi. Alloh taolo fazl qilgan tomonga yurdi. Yursa, oti masjidning oldida to'xtadi. Bildiki, demak yordam berishligi odam kerak bo'lgan odam masjidning ichida. Masjidga kirdi. Bir odam bor, duo qilyapti. Mashalloh dedi. Demak 3 kundan beri tushimga Alloh solayotgan odam mana shu. Shunday bor